Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xatar ostidagi olimlar tashkiloti Xitoyning Uyg'ur olimlarini qo'yib berishga chaqirdi. Amerika Tayvanning azaldan Xitoyning bir qismi emasligini ta'kidladi. Pompeo Yevropa va O'rta Sharqdagi 7 davlat ziyoratini boshladi. Qirg'iziston bosh ministri prezidentlik nomzodi bo'lish uchun vazifasidan iste'fo berdi. Sog'lomlik haqida Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Xatar ostidagi olimlar tashkiloti ochiq xat e'lon qilib, Xitoy raisi Xi Jinpingni Sharq Turkistondagi atalmish tarbiyalash lagerlari va boshqa tutib turish o'rinlarida tutib turilayotgan olimlar va o'quvchilarning shartsiz qo'yib berilishini darhol kafolatga ega qilishga, atalmish qayta tarbiyalash lagerlariga xotim berib, Xitoydagi oz sonli millat tadqiqotchilari va o'quvchilarning kishilik huquq va erkinligini qo'g'dashga chaqirdi. Mazkur ochiq xatni Xatar ostidagi olimlar tashkilotining ijroiya direktori Robert Cohen Xitoy raisi Xi Jinping qartib e'lon qilib qolmay, balki yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet, Amerika Kengash palatasi a'zosi Marco Rubio, Yevropa Kengashining muavin komissari Joseph Fontelis qatorliq 10 nafar muhim arbobga qo'shimcha yo'lladi. O xatida "Men Xatar ostidagi olimlar tashkilotiga vakolatan ushbu xatni yozib, Xitoyda g'oyib bo'lgan hamda Sharq Turkistondagi atalmish tarbiyalash lagerlari va boshqa tutib turish o'rinlariga qamalgan deb gumon qilingan olim va o'quvchilarning kunsiri ko'payayotganligi to'g'risidagi xabarlarga qattiq ko'ngil bildirganligimni bildiraman. Xatar ostidagi olimlar tashkiloti sizni turmadagi olimlar va o'quvchilarning shartsiz qo'yib berilishiga kafolatlik qilib, atalmish qayta tarbiyalash ishlariga xotim berishga, butun Xitoydagi boshqa millat tadqiqotchilari va o'quvchilarining asosiy huquqiy va erkinligini qo'g'dashga chaqirdi degan. Mazkur xatda 2017 yil dekabrda g'oyib bo'lgan atalmish Xinjiang universitetining dunyoga taniqli intografiya olimi Rahila Davud, 2017 yil noyabrda qo'lga olinib, bo'lginchilik xohishini namoyon qilish jinoyati bilan ayblangan Xinjiang tibbiy universitetining sobiq mudiri Xalmurat G'opar, 2018 yil yanvarda o'z uyidan tutib ketilgan Xinjiang pedagogika universitetining professori Abduqadir Jaloliddin qatorliqlar alohida gavdlantirilgan. Xatar ostidagi olimlar tashkiloti 39 davlatdagi 500 dan ortiq universitetdan tarkib topgan bo'lib, u dunyoning har qaysi joylaridagi olimlarning kishilik huquqini qo'g'dash, ilm-fan erkinligi prinsipiga bo'lgan to'nishni ilgari surishni o'ziga bosh nishon qilgan bir xalqaro olimlar tori. Chet ellardagi munosabatli tashkilotlar ilgari 2016 yildan buyon tutib ketilgan yoki lagerlarga tashlangan 400 dan ortiq har soha Uyg'ur ziyolisining tizimligini e'lon qilgan. 12 noyabr kuni Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Amerikadagi bir radio stansiyasining ziyoratini qabul qilganda, Tayvanning azaldan tortib Xitoyning bir qismi emasligini, sobiq Reagan hukumatı o'zining Tayvan siyosatini bekitgandami bu nuqtani e'tirof qilganligini, o'tgan 35 yil mobaynida Amerikaning har ikki partiyadan bo'lgan hukumatlari bu siyosatga amal qilib kelganligini bildirgan. Pompeoning ta'kidlashicha, u ilgari Markaziy istixborot idorasining boshlig'i bo'lganda yoki hozirgi tashqi ishlar ministri vazifasini o'tayotgandimi, Amerikaning Tayvanga aniq va'da berganligi, Tayvan Xitoyning bir parchasi emas degan bu va'dasi davomli ching turdiganligini ta'kidlab kelmoqda. Mike Pompeo Amerika Xitoy diplomatik munosabat o'rnatgan 1979 yildan beri Tayvanning Xitoyning bir qismi emasligini oshkor etgan tunji Amerika tashqi ishlar ministri bo'lgan. Mike Pompeo bu so'zlarni Prezident Trump 12 noyabr ma'muriy buyruq tushirib, Amerikaliklarning Xitoy ozodlik armiyasi bilan aloqasi bor Xitoy shirkatlariga mablag' solishini cheklagan kun aytgan. Prezident Trumpning buyrug'ida Amerikaliklarning Huawei Xitoy qo'shma telegraf shirkati, Xitoy telefon aloqa shirkati, Haykang texnologiya shirkati, Xitoy temir yo'l qurilish qatorliq 31 shirkatga mablag' solishi cheklangan. Tayvan xabarlar to'g'rining 9 noyabr xabar qilishicha, Amerika dengiz armiyasining qo'riqlikda jang qilish atirida Tayvan harbiy tarafning taklifi bilan Tayvan armiyasini 4 haftalik mashq qildirishga boshlagan. Bu Amerika armiyasining 40 yildan buyon Tayvan armiyasini tunji qatim tarbiyalashi hisoblandi. Amerika dengiz armiyasining qo'riqlikda jang qildigan tuyuqsiz zarba beruvchilar deb atalgan bu alohida qismi o'tgan dushanba kundan boshlab Tayvanning Kaohsiung dengiz armiya bazasida Tayvan dengiz armiyasi qo'riqlikda jang qilish qismini josuslik kemalari va hujumchi kemalarga zarba berish mahorati bo'yicha mashq qildirishga boshlagan. Bu koronavirus tarqalgandan beri Amerika armiyasi bilan Tayvan armiyasining tunji uchrashishi bo'lib hisoblandi. 14 noyabr kuni Amerika davlat ishlari kotibi Pompeo Parijga yetib kelib, Yevropa va O'rta Sharqdagi 7 davlatga 10 kunlik davlat ziyoratini boshladi. Bu qatimliq ziyoratda terrorlikqa qarshi turish va diniy erkinlikni qo'g'dash asos qilingan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi to'rbetining xabariga qaraganda, Pompeo Fransiya, Turkiya, Gruziya, Isroiliya, Arab Birlashma Xalifaligi, Qatar va Saudiya Arabistonni ziyorat qildi ekan. Pompeo Fransiya prezidenti Macron, tashqi ishlar ministri Le Drian va Parijdagi boshqa amaldorlar bilan ko'rishib, maqsadining iqtisodiy bexatarlik ishlari,
terrorlikqa qarshi turish va dunyoviy tahdidlarda Atlantik okean halqigan tirishchanlikni ilgari surish ekanligini bildirgan. Parijdan keyin Pompeo Turkiyaning Istanbulda ziyorati bo'lib, Pravoslaviya cherkovining ruhoniysi Bartolomeo bilan ko'rishib, Turkiya va rayondagi diniy masalalarni, dunyo miqyosida diniy erkinlik bo'lgan maydonni ilgari surish muhokama qilindi ekan. Egilishicha Pompeo Istanbuldagi chig'ida Turkiya hukumat amaldorlari bilan ko'rishmaydi ekan. Davlat ishlar mahkamasining bir yuqori darajalik amaldori buning Turkiya hukumatiga sal qarash emas, balki vaqt jadvali o'rlashtirish ekanligini o'ttirib qo'yib, Pompeoning ziyorati jarayonida Turkiya rahbarlarining o'zlarining ziyorat plani borligini aytgan. 10 yanvar kuni Qirg'izistonda o'tkazilgan prezidentlik saylamiga nomzod bo'lishni iltimos qilgan bosh ministr Sadir Japarov bosh ministerlik vazifasidan iste'fo berdi. Prezidentlik axborot markazining bayonotida Sadir Japarovning prezident nomzodligiga iltimos qilgandan keyin bosh ministerlik vazifasini birinchi muavin bosh ministr Artem Novikovga o'tkazib berganligi uqtirildi. Sadir Japarovning prezidentlik huquqlarini bo'lsa parlament boshlig'i Talant Mamitovga o'tkazib berganligi bildirildi. Talant Mamitov xalq qilgan xitobida o'zining asosli vazifasining 2021 yil 10 yanvarda o'tkazilishi planlangan prezidentlik saylamida barliq nomzodlarga barobar sharoit yaratib berish ekanligini aytdi. Qirg'iziston parlamentiga kiramagan partiyalar 5 dekabr kuni o'tkazilgan namoyishlari zo'ravonlikqa aylangandan keyin qo'llovchilar tomonidan 6 oktyabrda turmadan chiqarilgan Sadir Japarov shu kuni vaqtliq bosh ministr e'lon qilingan edi. Sadir Japarov parlamentning ishonch ovoziga erishgan va prezident So'ronbay Jeenbekov xizmatidan iste'fo bergandan keyin prezidentlik huquqini vaqtliq ustiga olgan. Bak kashxlab atis qancha ko'p uxlagan bo'lsangiz-mu hardoqingiz chiqmaganligini va intayin harg'in, erinchaklik bilan ish qilganligingizni bilamsiz. Bu nima uchun shundoq bo'ladi? Bu badaningizdagi zaharning tozalanmaganligidan bo'ladi. Chunki oqshimi kech uxlash, saharda turmaslik inson salomatligi uchun intayin ziyonli odat. Kech soat 3dan 5gacha bo'lgan oralikda qon oqimining ko'p qismi o'pkaga markazlashgan bo'ladi. Bu chaqda siz saf havoda nafas olishingiz kerak. Bog'chidek yoki etizlikdek havo saf joylarda uzun nafas olib, asta-asta qo'yib bersangiz foydasi ko'p bo'ladi. Atigan soat 5dan 7gacha bo'lgan oralikda qon oqimining ko'p qismi qalin uchayga to'plangan bo'ladi. Bu chaqda osh qo'rsoqqa 2 stakan issiq suv ichib, o'zingizni bo'shitib, badaningizni bir kun bo'yicha kerakli yemaklar bilan ta'minlashga hozirlaysiz. Atiganda hech nima yemay turib 2 stakan issiq suv ichish uchayni harakatga keltirish va yumishtish uchun nihoyat muhim rol o'ynaydi. Ammo osh qo'rsoq sovuq suv ichishga bo'lmaydi. Chunki sovuq suv uchayning xizmatini ojizlashtirib, qon aylanishiga to'salg'i bo'ladi. Atigan soat 7dan 9gacha bo'lgan oralikda qon oqimining ko'p qismi oshqozonda bo'ladi. Bu chaqda nashta qilish intayin muhim bo'lib, nashta qilmaslik yoki nashtani mush soatdan kechiktirib qilish tan sog'ligiga intayin ziyonlidir. Bu ziyonni bir kun ichida eng esil va foydali g'izolarni to'ldiramaydi. Nashta qilmaslik xatarli kasalliklarga yo'l ochadi. Sizning atiganlik nashtangiz shu bir kuningizdan qanday o'tishini belgilaydi. Chunki atiganda oshqozoningizga kirgan taom sizning jismoniy faoliyatingiz uchun asosli rol o'ynaydi. Kuchli oshqozon yuqori energiya va sifatli xizmatning kepilidir. Kuchli oshqozon salbiy hislarga taqobil turish uchun zo'r kuch demakdir. Xuddi mashinangizga qachilgan benzin qanchalik sifatli bo'lsa, mashinangizdan xizmat yaxshi bo'lgandek, atiganda nashtangiz qanchalik yaxshi, mukammal va quvvatli bo'lsa, sizning bir kunlik ishlaringiz shunchalik sifatli, natijali va g'albilik bo'ladi. Bizda quruq tog'ar o'ri turmaydi deydigan maqol bor. Dehqonlarning yoki yezilarda yashaydiganlarning tan sog'liq jihati shaharliklar qaraganda har tarafdan yaxshi ekanligi ajablanarli emas. Chunki ular oqshimi baldur uxlab, sahar turish orqali o'zlarining biologik soatlariga rioya qiladi. Kichik vaqtimizda televizor, internet degan narsalar yo'q edi. Qatnash vositalari hozirgidek qulaylik emas edi. Kishilar umuman oqshimi burun yetib, sahar turadi. Shunga u zamonlarda kishilar qon besimi, diabet, rak degandek kasalliklarni bilmaydi yoki kam uchraydi. Biz insonlar Alloh taolo tabiatga belgilayotgan tabiiy qonuniyatga xiloflik qilib, kechini kunduzga, kunduzni kechiga aylantirib oldik. Harakat orqali kuchlanib va yashirib turadigan badanimizni harakatsizlik bilan kasal qilib qo'ydik. Alloh taolo yo'l mengishga yaratib bergan putlarimizni mengishdan mahrum qilib o'rinlashtirib qo'ydik. Biz bu qilmishlarimizning jazosini har xil kasalliklarga giribtor bo'lish, ish kuchimizda barakatsizlik bilan tortyapmiz. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.